Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'dan asos yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 9-sinf darsimiz. Oldingi sinf darsida biz sizlarga bir sinoq bergan. Ishlab yiqinglar deb. String manipulation'dan, ya'ni harf tizimini kontrol qilish, o'zgartirish orqali qanday shu berilgan talabni ishlab yiqing deb tunji qismni sinoqni bergan. Uni bu qism darsimizda biz shuning javobini, ya'ni biz ishlab sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni oldingi sinf darsida biz so'rganimiz bu yerda ikki string var. Birisi tor bekat, yani birisi str. Bu str qanday? Eng oxirida bu ikkisi, input bo'ladi. Mana ikki sonliq ma'lumot bo'ldi. Bu sonliq ma'lumotdan bizdan output chiqarib beradigan narsa qanday? Ma'lumotni qanday chiqarib berishimiz kerak. Unda esa dehqonlar bu tor betni konsolni ochay. Xalqan bir tor betni ochaylik. Men davomli Google'ni ichaman. Ham nimishqa biz IDE ishlatmaymiz, masalan IntelliJ, Eclipse yoki Spring Boot deganda qanday? Biz IDE ishlatmaymiz deganda men bu JavaScript'dan asos bo'lg'achqa men sizlarga qanday basic, ya'ni asoslikni shu sizlarga shu IDE tushungizmay turib, shu torbet orqali ham qanday o'rganish sharoiti hozirlay degan maqsadda shu torbetlarni yozyapman. Keyin biz qanday o'rta seviyaga kelganda yoki King yo'linishda qanday biz IDE'ni tushunsak bo'ldi, masalan Eclipse, IntelliJ yoki Spring Boot qatorliq. Amaliyotda sizlar shuni bilan biz o'rganayotganda shuni bilan qilsangiz bo'lardi tushirib. Ammo ma'vu qanday intayin tez biliq muhit kompyuterning saptamisi bilan munosabatsiz faqat torbet o'slam qanday qilib ketgan bo'ldi. Undasa konsolni qanachimiz o'ng tarafini besib inspect. Ba'zi torbet narsani inspect element deb chiqmaydi. Inspect bilan bossangiz bo'ldi. Inspect element bo'lamdi. Qanday? Console. Bizga lozimi shu. Shunaqa. Hamda bizningki torbekat birinchi input torbekat nima edi? www.uyg'urit.com de. Shunaqa? Mana bu bizning birinchi. Men qanday xatolik o'tkazdim? Quotationni cho'qim yipishim kerak oyga qaytadan. Torbekat. Ba'zi odam unutib qoldi, eshitdiklarmi? To'g'risini tushib bo'ldi. www.uyg'urit. Bizning birinchi inputda. Men agar slash unutib qolgan bo'lsam, slashni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bir torbetning keyindan chiqadi demakchi. Torbekat birinchi input mana chiqdi. Ismi torbekat declare bo'ldi. Qurdik yani. Ikkinchisi nima edi? str edi. Uning nima degan? Salom. Bu yerda ikki bo'shliq bor. 1 2 mana 1 2 bo'shliq. Mening ismim Mahmudjon. Bu yerda bir bo'shliq. Mana ikki bo'shliqda. str'ni qurib oldik. Enter'ni bosamiz. Salom, mening ismim Mahmudjon. Endi biz qanday shu birinchi torbekatning keyiniga ma'ni qatimiz. Masalan, uni biz URL deb yangidan birini qurib torbekat qo'shimiz str desak masalan. Manda chiqib qoldi, shundami? Bizningki nimamiz unda emas. Cho'qim hamimiz kichik bo'lishi, anonki bir ikki space cho'qim bir dash tussizlik bo'lish kerak, shundami? Bizning output qanday bo'lish kerak deysanglar? Bizningki output uyg'urit.com Salom, mening ismim Mahmudjon. Yo'q, Mahmudjon dedim.
kichik harfi. Mahmudjon. Mana holatga kelish kerak. Bunda holat kelmadi. Endi biz oldingisini qo'ygan string manipulationda string manipulation. O'sha harf tizimini kontrol qilish yoki o'zgartirishdan mush holatga kelamiz. Birinchi ulab qanday qilamiz desak, biz mavo str ni ma'ni qanday ma shakliga kelib olsaqlam, onun ikkisini qo'shib bersaklam, vazimiz tamomlanadi degan. Unda bo'lsa string qo'shish ham bu. Unda biz keldik. Mana str ni o'zgarganga oldik str ni qanday qilib olay? Str 2 edi. Bu tang bo'ldi. Eng avval ma'ning ichidagi ma'ning ichidagi hammasini qanday kichik harf aylantirib o'tay. Chunki talabda qanday kichik harf bo'lish kerak. Uni qanday aylantirma? Str check it to lowercase. To uppercase olsa hammasi cho'nglab ketadi. To lowercase olsa hammasi kichik bo'ldi. Enterni bosdim. Ma'ning keyiniga diqqat. Yana bir. Keyingi cho'qim tirnoqqa yechildi. Mana hammasi kichik bo'ldi. Endi ma'ning ichidagi qanday ikki cho'ng space ni qanday qilib o'taman? Bir space bilan aylantirishim kerak. Chunki ma'ning ichida ikki space va ma'ning bir space va biz bir space oldiga kelsak, keyin ma dashni hammasiga xatolaymiz. Ya'ni tuz chiziqni. Qanday aylantirma deganda str2 equals to str2 and ma sol taraf yangi bo'lganga tang. Biz yana o'zidan ma'vo qanday ma yangisi. Chunki bu Java string bo'pti, qaymoq ketmanglar. 3-sida, ya'ni 3-qismni o'zgartirdim. 3-qismni o'zgartirganim qanday? str2 ma'ni qanday qilyapmiz? Buning ichidagi replace deb bir function va metod. Buning ichidagi qanday? Mushu 1 2 ikki space ni, ikki bo'shliqni qanday bir bo'shliqqa aylantirib o'taman. Bir bo'shliq. Enterni bosdim mana. Birsi aylandi. Endi ma qoldi, ma'ni aylantirib o'taman. Uni str4 day tang str3 replace manipulate qilyapmiz stringning qiymatini o'zgartiryapmiz demakchi. Ikki bo'shliqni eng oxirgi qanday bir bo'shliq o'zgartiryapmiz. Mana hammasi bir bo'shliq bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz deganda buni arrayga aylantiramiz. Arrayga aylantirib qayta join qilsaqlar bu biz maqsadimiz ma'latiga keladi. 5-si hamda str5 5-si qanday? 4-sini qanday qilamiz? Split qilamiz. Split. Qayerdan split qilamiz desanglar, bir bo'shliq bayardan split qilamiz. Ham tushungansizlar, nemishqa men bir bo'shliqqa kelganim. Chunki men split bo'l degan gap nerdan bo'ladi? Mush bo'shliq bayardan bo'ladi hammasini. Bir bo'shliq, ikki bo'shliq, mush bo'shliqlar bo'lgan bo'ladi. Agar ikki bo'shliq bo'lgan bo'lsa bo'linmaydi. Shunga biz ma ikki bo'shliqni almashtirib, replace qilib. Ham buni enterni bossaq, mana array shaklida keldi. Tushunami? Qancha a'zosi bor? 4 a'zosi bor. Length 4. Birinchi a'zosi yana 0-index. Mana salom mening ismim. Endi buni qanday qilamiz? Qanday qilib har birisining oldiga pesh ilqi tuz chiziq ma'vo. İngilizce dash deydi. Ma'ni kichik o'ttir chiziq ham o'qiyapti. Aylantiramiz deganda bu arrayni biz ma stringni str5 ni nimaga aylantirib oldik? Arrayga aylantirib oldik. Hozir ma str5 hozir array bo'ldi. Array. Endi bu array ya'ni str5 tang arrayga tang demakchi. No. Array. Unda qilsa qilmayotgan bo'ldi. str5 qanday?
Özüm array. Biz bu array'ni qandaq nimaga aylantiramiz? Qarasang str5 nimaga teng? Mana array teng. Array teng'i bu str5 nimani biz str6 deb string aylantiramiz. Arifimizga qilamiz. Qanday qilamiz sanglar? str5 join deb bir metod var. Join. Ben bunu aldığım kısımları sözlümeyen. Çünkü sizlerni izlensin deb. Qanday join qilamiz? Ya'ni stringni qanday qilib arrayga aylantiramiz. Deganda join bilan orasiga nima ilib bir dash ilib joinga aylantirsak mana dal bizim ko'zga maqsad keldi. Mana salom, mening ismim Mahmudjon. Endi biz qanday qilamiz? Buni yangi URL deb URL 2'de yoki URL deb bu nimaga teng deganda endi shu tor bekat qo'shimiz str6 da str6 eng oxirgi altini enterni bossak mana biz akaga holat qanday keldi. Mana tamomlandi vazifa. Mana shu. Agar tushungan savol bo'lsa, aslo ingliz shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Bugungi darsimiz mushakcha. Rahmat.